Assalomu alaykum do'stlar. Bu videoda Akinda platformasidagi mening portfelim My Portfolio bo'limida qanday qilib real brokerlarni ulashlik mumkinligi to'g'risida gaplashib o'tamiz. Bu yerda mana bu bo'limga bosiladigan bo'lsa, Connect Broker chiqadi va mana shu yerda Connect Broker tugmasini bosamiz. Bu yerda eslatib o'taman, biz real brokerimizni hozirgi vaqtda ulab, asosan portfellarimizni kuzatib borishligimiz mumkin bo'ladi. Haqiqiy brokerlaringizni ulab, hali savdo qilishlik bo'yicha ruxsat olinganligi yo'q. Shu sababdan mana bu yerda bir nechta brokerlar bor. Mana eToro bor, Mumu bor, TD Direct Investing bor. Undan tashqari bu yerda hop, yana Alpaca Paper bor, Trading 212 bor. Undan tashqari Wealthsimple, Webull bor, Interactive Brokers va Robinhood, E-Trade platformalarini ham ulashligimiz mumkin. Ya'ni brokerlarni. Interactive Brokersni kiramiz va bu yerda o'zini instruksiyasini beradi. Ya'ni bu yerda web holatida qanday qilib ulashlik, mobilniy telefoningizdan agarda kirsangiz qanday qilib ulashlik to'g'risida ma'lumot berilgan. Qayerlarga o'tishligingiz kerakligi to'g'risida mana ma'lumotlar berilgan. Web holatida qilishlikni maslahat beraman, chunki bu ancha osonroq bo'ladi. Buning uchun Interactive Brokersni yana bitta ochib olamiz. Qo'shimcha oynada Performance and Report bo'limiga o'tamiz. Third Party Reports bo'limiga kiramiz va ochilingandan so'ng holatda turadi. Snaptrade mana shuni belgilaymiz. Belgilaganimizda mana qaysi ID bilan kelayotganligini ko'chirib olishligimiz kerak bo'ladi. Aynan mana shu ID bizga kerak bo'ladi. Undan keyin Interactive Brokersga ulaganingizdan keyin 1-2 kun biznes kuni, ya'ni ish kunida to'liq ulangan bo'ladi va datalarni ko'rishligingiz mumkin deyapti. Ya'ni continue ni kiramiz. Query ID ga kiritamiz. ID'imizni keyingisi bu bizga tokenimiz. Tokenni mana ko'chirib olishligimiz mumkin bo'ladi. Qachon tugaydi? Expires 2026 11-oy 23-kun, ya'ni 23-noyabrlarda tugaydi. Tokenni kiritamiz. Connect tugmasini bosiladigan bo'lsa, biz bu yerda Interactive Brokersga ulaymiz va yana ta'kidlab o'taman, 2 ish kunida Business Day'da bu ulangan bo'ladi. Connect tugmasi bosiladi va mana bu yerda Connecting to Interactive Brokers, ya'ni Interactive Brokersga ulanyapti bizni platformamiz. Xo'p, bu yerda mana Connection Complete, ya'ni ulandi. Endi 1-2 kun davomida kutishligimiz kerak bo'ladi. 1-2 kun, ya'ni bugun bo'lishligi ham mumkin, ertaga yoki 2 kunda bo'lishligi ham mumkin. Done tugmasini bosganimizdan keyin bizda aytib o'tganimdek 2 kunlarda mana shu akkauntimiz ko'rinadi. Bu videoda qanday qilib Akinda platformasiga o'zingizni real bo'lgan brokeringizni ulab, portfoliosini kuzatishlik to'g'risida gaplashib o'tdik. Akinda platformasini tanlaganingiz uchun kattakon rahmat.